Oyi, qish kelibsiz. Yaxshi o'tirib turing, men hozir bir ikkita ishlarim bor, o'shalarni bajarib kelaman. Xo'p, kechqurun sizni o'zim olib borib qo'yaman. Mayli bolam, yaxshi borib keling, bo'pti. O'tir. Mayli adasi, yaxshi borib keling. Bo'pti, xo'p. Oyi, kecha shu desangiz erim bilan urushib qoldim ozgina. Keyin biroz jahlimdan tushib, erimdan uzr so'radim. Erim avvaliga meni kechirmadilar. Keyin atroflarda girdi-kapalik bo'lib, shirin so'zim ayamadim. Nima desalar, xo'p bo'ladi deb jim turdim. Oxiri meni kechirdilar, oyi. Ularning roziligini eshitib, shunaqangi halovat his qildim. Yengil bo'lib qoldim. Barakalloh qizim. To'g'ri ish qilibsan. Bir narsani bilgin. Agar sen eringni rozi qilmasang, masalan, hech qachon rozi bo'lmayman. Eringni roziligi bizning roziligimizdan ham yuqoriroq turadi. Aslida erkak va ayol o'rtasidagi sirri hech qachon ko'chaga olib chiqish mumkin emas. Hatto maktabda o'qib yurgan paytingda ham biror bitta gapni ko'chadan menga tashib olib kelmagansan, qizim. Ering bilan o'rtanglardagi sirri menga oshkor qilib gapirib beryapsan. Unaqa qilma, qizim. Sen qanaqa insonlarni farzandi ekanligingni unutmagin. Haqiqiy o'zbek ayoli eriga gap qaytarib, hech qachon erini norozi qilmaydi.